bu haromilarga hujjat qilaman. Bu haromilarga bu nima desam bo'ladi? Onasini siski kumirini ham sikib qo'yganman-da, jalab. Kumirini ham sikkanman. Suka 1 oy, 2 oy oldin ritmga tushishni o'rganadi, suka keladi, tirs Instarga sakraydi. Sabab nima? Hamma Instarga sakrayapti chunki. Hozir Instar qo'tag'iga osilish trend hozir. To'g'rimi? Instarnikiga osilib ko'tarilish hozir trend. To'g'ri, manjala podpishki yo'q deb gapiradi hammasi. Boshqa narsa deydi, 800 ta, 900 ta deydi, lekin qo'taqlar jalab hammasini mana shu oxirgi 1 yil, 2 yil ichida men hammasiga men prodyuserlik qildim bu gandollaga suka. Men bilan battle qilgan kimmi nomi chiqib ketmadi mana shu uzrepda kim mashhur bo'lib ketmadi suka. Hayoti 23-gacha men mashhur qildimmi suka. Ano hype battle chatida yozyotdim, hozir bloklar ordimi, xuyozni menga tashlayotgan haromilar bor ekan. Itdan bo'lganlar, itdan bo'lgan ammi bolalari suka meni tan olmayotgan, bir balo qilib vizif tashiyman. Gandolla suka. Yozib yuruvdilaring lichkamga jalab Instar brat bo'ladi o'zi. Rap degan narsa qanaqa bo'ladi? Suka menga o'rgating, treklarimga baho bering deb og'zingga qo'tag'imlar. Endi hamma jalab menga qarshi bo'lganda sizlar ham qarshi bo'ldilaringmi? Qo'tag'imni qo'ydim naxuy. Hech kimga jalab yordami ham kerak emas naxuy. Suka sandagi yiban yani bir oqpadarlarni ham keragi yo'q naxuy suka. Masjiddagi bolalar bor o'zi. Men har bittasini nomma-nom taniyman yaxshi. Kim dakansa o'sha pozitsiyada biza bilan birga kelayotganini men juda ham yaxshi bilaman. Oqpadar xamilyo'nlaganda joyi yo'q bo'tdi sukalar jalab. 2-3 oydan keyin menga sakrash plan qilib turgan bo'lsalaring, mana shu gruppada kimdir bo'lsa, chunki shunaqalar daxuya chiqyapti-dek hozir. Sizlar ham shuni plan qilib turgan bo'lsalaring, dinna xuy bo'llaring bo'tdan. Men sotqinlarni yomon ko'raman. Jalab men hech kimni sotmaganman chunki shu paytgacha. Sotmayman ham bundan keyin. Kim nima pastupga qilgan bo'lsa, o'sha pastupkasidan keyin men qo'l siltab ketgan bo'lishim mumkin, lekin hech qachon sotmaganman men hech kimni. O'shaning uchun men sotqinlarni yomon ko'raman, sotqinlarni qabul qila olmayman. 3-4 oy oldin menga "Aka, trekimni mana qilib bering, baholab bering, zo'r chiqibdimi, yaxshi chiqibdimi, fikringizni bildiring" deb yurgan bolalar hozir menga onadan ketib, otadan ketib, eski Instar qolmadi o'zi. Hozir klon bo'lib, klon bo'lib ketgan bo'lsam, mash klon holimga sikib qo'yaman-ku seni. Nimaga unda qiziqyapsan bu tomonlamasan, gandon. Klon bo'lib ketgan. Xo'p, sen battle MC'misan? Mash klon bo'lib ketamanmi? Nima bo'lib ketganimda ham seni jalab chiranib uyindigilar bilan kesing ham sikib qo'yaman-ku bu temada jalab. Bu meni temam-ku bu suka. deydigan odam yo'q suka. Hamma Instarni hate qilyapti, shularga qo'shilib hate qilish kerak jalab. O'zi bir qo'tag'an foyda yo'q-da, bu uzrep degan narsadan bilat bir tashag'an bir 1 gram naxuy foyda bo'lmagan shu paytgacha bundan keyin ham bo'lmaydi naxuy. Lekin faqat nerv naxuy, nerv suka. Asab qolmadi suka. Ey suka jalab, mana shu golsi eshittirlaring, men bu gandon haromi itemga men haqimda negativ yozib o'tirgan, yillab men haqimda negativ yozib tinmayotgan, menikini og'ziga olib tinmayotgan gandonlar. Men Instarman suka. Meni haqimda negativ yozolsan, so'kotsan, battle MC'san, ha, yana kamiga. Ey battle MC, chestingga qo'tag'im. Men bilan raz battle'da yo ko'chada tura olaysanmi suka? Hech qaysing aqling yetmagandan xush paytgacha. So'rab olinadigan joyga men o'zim borganman faqat sukalar. Sanlarni onalaringdan so'kaman, so'rab olishga jalab o'zim boraman yana suka yana. Har doim shunaqa bo'lgan. Qaysi biring naxuy? Qaysi biring mendan so'rab olaman naxuy sandan? Sen shu bola, seni men uyimdagilarni haqorat qilding, sen meni chestimga tegding deb qaysi biring kela olding suka shu paytgacha? Qaysi biring? Faqat men so'kaman, men boraman GM Family bilan. Men so'kaman, men boraman suka. Qaysi biring kelasan? Suka jalab. Og'zingga sikib qo'yaman naxuy. Senlarga emas suka. Hech qaysinga emas suka. Bu itdan pastlar yashaydigan men bu uzrep degan zonaga men bekor qilganman-da o'zi qo'shilib, men bularga aralashib, boshqa narsa qilaman bu battle degan joyga. Bu chortlarni ko'pi jalab hech kim emas-da bular, nikto jalab, bu hech kim emas, hech qanaqa obrazovaniyasi ham yo'q, hech kim emas, hech qanaqa natijasi ham yo'q jalab. Faqat tili bor jalab, faqat klaviaturasi bor.
shu golос jo'natadigan ana Telegrammi bor. Bo'ldi naxu, boshqa hech narsasi yo'q. Lekin bu sukalar shu почти 10 yildan beri meni asabimni tamom qildi bu gandonlar. Men oldin hech kim bilan bunaqa вообще bilan o'zida konfliktga boradigan odam emas edim-da. Hamma narsani ilm asosida o'zimni nuqtai nazarim bilan tushuntirib beradigan odam edim. Bular shu darajada odamni charchatdiki, bularga hozir meni eng minimum ishlatishim mumkin bo'lgan yaxshi so'zim bu haromi. Bo'ldi. Ular eng kamida haromi, chunki hamma aytayapti, instar psix bo'lib ketyapti, instar klon bo'lib ketdi, instar u bo'lib ketdi, instar ko'p gapiryapti, ko'p so'kinyapti. Hech kim lekin xohlamayapti instar o'rniga bir o'zini qo'yib ko'rishi, bu yoqdan dahoya rezultat qilib turib, bu yoqdan любой joyga kirganda qaysidir nimani isqirtlarni anaqasiga manipulyatsiyasiga aldanib bu yoqda so'kinib yotganlarni ko'raverib instar charchadi deychonsizlar. Juda charchadi.